Real Madrid fanatlari uchun yaxshi yangilik, yangi transfer amalga oshish arafasida. Real Madrid agentlari Yan Diomande bilan o'zaro kelishuvga erishgan. Agar bu futbolchi haqida eshitmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nimaga aynan Real Madrid bu futbolchini olishga harakat qilayotganini tushuntirib beraman. Birinchi sabab albatta futbolchining iqtidori. Yan Diomande o'zi aslida o'ng qanot vinger pozitsiyasida o'ynaydi. Lekin uni asosiy boshqa vingerlardan farq qiladigan tomoni ham shunda. Sababi u kerak bo'lsa chap qanotda ham xuddi o'ng qanotda o'ynagandek to'p sura oladi. Bunga yaqqol misol qilib aytish mumkin, u o'tgan yili Bundesligada eng ko'p dribl qilgan futbolchi hisoblanadi. Ikkinchi sabab Mourinho janoblarini o'zi bu futbolchini xohlagan. Sababi Mourinho Real Madridga yana o'sha to'xtatib bo'lmaydigan qarshi hujum, tezlik va dinamikani qaytarmoqchi. Uchinchi sabab albatta futbolchining statistikasi. U o'tgan yili Leipzig tarkibidagi birinchi mavsumida 15 ta gol va 11 ta assist qayd etgan. Yan Diomandeni sotib olish uchun Real Madrid allaqachon 90 millionlik kontrakt taklif etgan. Lekin bu taklifni Leipzig klubi rad etib, futbolchini ancha yuqori baholagan. Aynan shu voqeadan keyin Real Madrid agentlari Yan Diomandeni o'zi bilan shaxsan kelishuvga erishgan. Endi esa Real Madrid Yan Diomande uchun 100 milliondan 130 million yevrogacha kontrakt jo'natishga tayyor. Siz nima deb o'ylaysiz? Buncha pulga Yan Diomande arziydimi, yo'qmi?